Do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Rossiya cho'chki yeshil o'gizlik oq qo'yni anglaylik, ha? Nurg'un yillar ilgari Igor ismli bir o'rda muhofizachisi o'tgan ekan. Boturlik va kuchtingurlikda uning tangdishi yo'q ekan. Igor ko'p yil davom qilgan harbiy yurishlardan oxir zerikibdi. U yaxshi bir qizga uylanib, xotirjam turmush kechirishga tashna bo'libdi. Shuning bilan u bir hamchi buvaydan maslahatini olmoqchi bo'libdi. Ay o'g'lim, agar sen o'zingni baxtli qila oladigan go'zal bir ayolni topmoqchi bo'lsang, boturlik va mehribonlikning bir muncha sinoqlaridan o'tishingga to'g'ri keladi. Dabdu hamchi buvay yiroqda ko'rinib turgan eng egiz tog' cho'qqisini ko'rsatib turib, Ana, tog'ni ko'ryotamsan. Sen shu tog'dan o'ssang, ko'k rangli gullar g'uchchida echilib ketgan bir jilg'idagi eriqning yeniga berib qolasan. Eriqning yenida yeshil o'gzilik bir oq uy bor. Sen bo'lg'usi ayolingni shu yerda uchirta olaysan. Lekin esingda bo'lsin, sen botur ham mehribon bo'lishing kerak. Baxtimni topadiganli bo'lsam, uningga erish yo'lidagi har qanday jafo mushaqqat meni qo'rqitolmaydi, debdi Igor. Igor 2 kun jafoliq yo'l yurib, egiz cho'qqidan halqib o'tib, oxir yeshil o'gizlik yiliqi oq uyni ko'ribdi. Bu chaqda Igor tuyuqsiz bir xil hayajon tuyg'usiga cho'mibdi. Igor oq uyning eshigini chekibdi, ammo hech kim javob qaytarmabdi. Igor eshikni bo'shqina ittirgan ekan, echilib ketibdi. U uyga kiribdi. Igor uy ichiga bir qarab qattiq cho'chigindan orqaga bir qadam yenibdi. Chunki u tushudimi arzu qilgan bo'lg'us ayoli uningga ko'rinmabdi. Balki uning ko'z oldida butun badanni qasriq besib ketgan, ko'rgan kishini shurgundirib yetadigan bir xalita maxluq paydo bo'libdi. U qattiq qo'rqib ketganidan ixtiyorsiz qilichini qiynidan sug'urib, egiz ko'tiribdi. Bu chaqda qo'rqinchli maxluqning ko'zlarida qo'rqish va azoblanish alomatlari paydo bo'ldi. U oldi putlari bilan yuzini to'sibdi. Shu asnoda Igor hamchi buvayning "Esingda bo'lsin, sen botur ham mehribon bo'lishing kerak" degan so'zini esiga oldi. Chiroy va taqturuq deganni har kim o'zi tanlab olmaydi. Bu maxluqning buncha badbashir bo'lishimi uning savaligi emas. Taqturqqa kelishgan bo'lgani bilan bu maxluqdan muxoflik odamlar nihoyatda ko'p. U mening dushmanim emas, uningga cheqilmasligim kerak. Yuqorqilarni o'ylagan Igor orqaga burilib uydan chiqib ketibdi. U jilg'idan ayrilgandan keyin u yer bu yerlarni sayohat qilishga boshlabdi. U har bir joyga borganda shu yerdagi kishilarning qizg'in kutib olishiga muyassar bo'ldi. Lekin Igor shuncha nurg'un joylarga borgan, nurg'un go'zal qizlarni ko'rgan bo'lsa-mu, ko'ngli tushgudek biror qizni uchrata olmabdi. Aksicha, heliq kuni yeshil o'gizlik uyga yaqinlashgan chaqdagi hayajon tuyg'usi uning yodidan zotli ko'tarilmabdi. Uning ko'ngli yana shu yeshil o'gizlik oq uyga intilib turibdi. Qish kunlarining bir atigini Igor ko'k rangli gullar g'uchchida echilib ketgan heliqi jilg'iga yana bir qidim berib boqmoqchi bo'libdi. Igor bir necha kun otliq mengib davom eshibdi. Yiroqda yeshil rangli koyishliq o'g'isi bor oq uy ko'rinibdi. Igor shu yoqqa qarab etini choptiribdi va birdamdala uyning oldiga yetib keldi. U etidan sakrab tushib, uyga qarab itdek mengibdi. Tuyuqsiz uy ichidan yaqinlik naqshi anglanibdi. Bu naqshi ovozidan uning yuragi xuddi tunchi qitim kelgandekidek ixtiyorsiz do'pildab ketibdi. Igor eshikni bo'shqina chekibdi. Naqshi ovozi to'xtabdi. Ammo hech kim javob bermabdi. Igor qilichini qiynidan sug'urib, eshikni ittirib echibdi. Echibdi-yu, qaytib turibli qoldi. Chunki uning ko'z oldida chiroyli yosh bir qiz kulimsirab turg'idek. "Uyga kiring, Igor, sizning qaytib kelishingizni saqlab o'tatdim", debdi qiz.
Ma'niliqi g'alati maxluqning o'zi shu, sizning mehribonligingiz mening hayotimni qutqizibli qolmay, yana qo'rqinchli bir afsundan xalos qildi. Mana bu yaxshiliklaringiz uchun men sizni mangu suyman. Chunki u shuncha chaqdan buyon orzu qilib kelgan umrlik hamrohiga erishganligini tushunib yetibdi. Yiroqdagi tog'ning nariqi tarafida turgan Ramchi buvoy xursand bo'lib kulibdi va Igorning o'z baxtini topganligini tabriklabdi. Do'stlar, Igor Ramchi buvoyning so'zini esida ching tutib, baltur ham mehribon bo'lganligi uchun o'z baxtini topoldi, ha? Biz bu so'zni esimizda ching saqlaylik. Har qanday vaqtda baltur ham mehribon bo'lishimiz kerak. Umaqlarim, undaqda bugungi cho'chkimizni mushargacha aytib beray-a? Oxirda tillalar hadanglarga agishib, tuandagi balalar qo'shqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shqi Nasriddin apandim. Aq terakning uchida yo'l bor degan apandim, bizni aldab o'zimu tang ishangan apandim. Eshak minib shad-xuram jahon kesgan apandim, ojizlarga yo'l bo'yi yordam bergan apandim. Latifangni ko'p anglab, kulib o'sgan balalar biz, mahallimizga kel pat-pat sendan aql olarmiz. Hay Nasriddin apandim, gibi shirin apandim, ishi qiziq apandim, mehri issiq apandim. Kichik shoirlar kesh bo'lib ketibdi, ammo bugun bo'ldir uxlanglar, ha? Tatlı düşler siləgəm rə bolsun.